Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Menga qancha pensiya chiqar ekan yoki bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar va shu haqda batafsil. Pensiya yoshiga yetib, ko'p yillik mehnat samarasini ko'rish, keksalik gashtini surish barchaning hayotidagi maqsadi hisoblanadi. Bunda albatta keksa yoshdagi daromad manbai pensiya muhim o'rin tutadi. Va shu sababli barcha yoshlik paytida o'zining kelgusidagi pensiyasi haqida qayg'urishi va bu davrga oldindan tayyorgarlik ko'rishlari lozim. Ko'pchiligimiz pensiya yoshiga yaqin qolganida pensiya haqida o'ylashni boshlaymiz. Endi menga qancha pensiya chiqar ekan, yuqori miqdorda pensiya olarmikinman kabi savollar bizni qamrab oladi. Ya'ni endi biz pensiyaga qanday chiqish, qayerga murojaat qilish, pensiya qanday hisoblanishi va bunda nimalar hisobga olinishiga qiziqishni boshlaymiz. Pensiya tayinlanganidan so'ng ko'pchilik fuqarolarimizda nega menga kam miqdorda pensiya tayinlandi, meni hisobim bo'yicha ko'proq pensiya olishim kerak edi kabi savollar tug'iladi. Mana shunday savollar fuqarolarda bo'lmasligi va yuqori miqdorda pensiyaga chiqish uchun pensiya yoshiga yaqin qolganda fuqarolarimiz, shuningdek yoshlarimizga quyidagi tavsiyalarni bermoqchimiz. Va albatta kanalga obuna bo'lsangiz, keyingi videolarimizda sizga shu tavsiyalarni berib borishni niyat qilganmiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.